Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rabbel alemin. Allah'ım bugün uyumuzda şuncha fayz, şuncha torni o'rnida o'tiradigan dadajonimni o'rni bo'sh turibdi, ya Rabbim. Shuncha qancha mehmonlarni kutdik, to'rimizni to'ldiradigan dadajonim yo'q. Allohim o'zing guvohsan, o'zing qalblarni bilguvchisan, ya Rabbim. Bugun kelganlarni hammasini niyatlarini va duolarini o'zing ijobat qilgin. Dadajonim uchun o'qilgan Qur'onlarimizni hammasini o'ziga savoblarini yetkazgin. Ibodatlardagi kamchiliklarni to'ldir. Ya Rob, o'zing kechirguvchisan-ku, Allohim, o'zing rahimsan, o'zing rahmonsan, ya Robbim. Dadajonimning amallari yetmasa agar o'zing rahmating bilan jannatingga kirgizchi, ya Robbim. O'zing dard berding, dadamni o'zing sabrlik qilding. Shu orqali gunohlarni poklagan bo'l, ya Robbim. Allohim, biz hozir ketib tarqalamiz va bandaligimizga tartib dunyo ishlari bilan band bo'lgan vaqtda dadajonim qabrda yolg'iz yatadi, ya Robbim. Dadajonim uchun qabrni azobli qilma, Allohim. O'zing qabr va do'zax azoblaridan saqlachi. Hattoki qabr va do'zax azoblarini dadamga xarob qil, ya Robbi. Senga duo qilar ekanman, Allohim, shak shubhasiz ishonch bilan duo qilyapman, ya Rob. Qo'llarimni bo'sh qaytarmag'in. Allohim, shu yerda o'tirganlarning hammasini niyatini ijobat qilgin. Qolganlarga sabr bergin. Zero bizni noshukrlardan va shirk keltiruvchilardan qilib qo'ymag'in, Allohim. Hammamizga payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam dunyo va oxirat ishlarida nimani yaxshiligini so'ragan bo'lsa shuni so'rayman. Nimani yomonligini panoh so'ragan bo'lsa shuni panohini so'rayman, Allohim. Qolganlarni hammasiga sabr bergin, umrlarini uzoq qil. Shu qatorda opajonimning umrlarini uzoq qilgin, sog'liqlarini mustahkam qilgin. Endi bizlarni faqat to'ylarimizda o'ynab kulib xursandchiliklarimizni yurishlik nasib qil. Firdavs jannatingda bizni oilaviy jamla va u yerda sening go'zal jamolingni ko'rishni nasib et. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan dadajonimni qo'shni qilgin va u zotning qo'llaridan, Kavsar buloqlaridan loyiq ummat bo'lib suv ichishni nasib qil. Ya Rob, dadajonim mahshar kuni oldinga borganda yuzlaringni burib olib, Allohim, dadamning yuzlarini nurli qilgin, ya Robbi. O'zing rahmatingga olgin, gunohlarni o'zing kechirgin, Allohim. Qabrdagi azoblarni saqlagin. Jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirib, chiroyli iforli qilib o'zing jannatdan bir darcha ashqin, ya Robbim. Allohumma ya muhaddihal abwab iftah lana khairil bab. Allohumma irzuqna rizqan halalan tayyiban wa rizqan wasiyan bi rahmatika ya arhamar rahimin wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zaten başına kaç gidiyor.